Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qabul qilingan qaror nimani anglatadi? Kimlarga tegadi? Kimlar kutish kerak? Kimlar esa ortiqcha xavotirga tushmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-onamiz, buvi-bobolarimiz, qarindoshlarimiz yoki qo'shnilarimiz. Eng muhimi, pul masalasida bir kun kechikish ham odamga noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga kim qo'shimcha oladi, qanday hisoblanadi, qayerga murojaat qilish kerak va qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini aniq qilib tushuntiraman. Agar siz pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar va davlat qarorlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda bilib borishni istasangiz, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Bu sizga ham foyda, kanalga ham qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Ko'pchilik pensionerlarimizning eng katta savoli shunday: 1 avgustdan menga pul qo'shiladimi yoki yo'qmi? Yana bir savol. Bu qo'shimcha to'lov avtomatik tushadimi yoki hujjat topshirish kerakmi? Ana shu ikki savol atrofida juda ko'p tushunmovchiliklar paydo bo'ladi. Kimdir hamma pensionerga bir xil pul beriladi deydi. Kimdir faqat ayrimlarga deydi. Yana kimdir bank kartaga tushadi, hech narsa qilish shart emas deydi. Men bugun shu gaplarni tartibga solib beraman. Avval qanday edi? Avval pensiya va nafaqa to'lovlari amaldagi tayinlangan miqdor asosida to'lanardi. Ya'ni fuqaroning mehnat staji, ish haqi, pensiya turi, nogironlik guruhi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik holati yoki yoshga doir pensiya asosida hisob-kitob qilinar edi. Pensiyaga qo'shimcha to'lovlar ham bor edi, lekin ular hammaniki bir xil emas edi. Masalan, urush qatnashchilari, yolg'iz pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, alohida xizmatlari bor fuqarolar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar uchun ayrim ustamalar mavjud bo'lgan. Endi nima o'zgarmoqda? Avgustdan boshlab qo'shimcha to'lovlar masalasi ko'tarilmoqda va bu o'zgarishning asosiy maqsadi pensionerlarning real daromadini oshirish, kundalik xarajatlarni yengillashtirish, ayniqsa dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar kabi zarur ehtiyojlarga yordam berishdir. Lekin bu yerda juda muhim jihat bor. Har qanday qo'shimcha to'lovning aniq tartibi bo'ladi. Kimga berilishi, qancha berilishi, avtomatikmi yoki ariza asosidami, qaysi sanadan boshlab hisoblanishi va qanday manba hisobidan to'lanishi alohida belgilab qo'yiladi. Men ekspert sifatida doim bir narsani aytaman. Pensionerlar pul masalasida faqat rasmiy ma'lumotga tayanishi kerak. Telegramdagi qisqa xabar, qo'shnining gapi yoki falon joyda aytishdi degan gap bilan xulosa qilish noto'g'ri. Chunki ba'zi holatda qo'shimcha to'lov haqiqatan ham avtomatik hisoblanadi, ba'zi holatda esa ariza, ma'lumotnoma yoki holatni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. 1 avgustdan qo'shimcha to'lovlar deganda birinchi navbatda pensionerlar quyidagi savollarga javob topish kerak. Men qaysi turdagi pensiya olaman? Mening olatim qo'shimcha to'lov shartlariga mos keladimi? Mening ma'lumotlarim pensiya jamg'armasi bazasida to'g'ri turibdimi? Bank kartam faolmi yoki naqd pul olamanmi? Men yashayotgan manzil ro'yxatda to'g'rimi? Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lsin. Agar qarorda barcha yoshga doir pensionerlar uchun ma'lum foiz yoki qat'iy summa shaklida qo'shimcha belgilangan bo'lsa, u holda otaxonning pensiyasi ustiga shu miqdor qo'shib to'lanadi. Masalan, qo'shimcha 20 ming so'm bo'lsa, avgust oyidan u 1 million 300 ming so'm olishi mumkin. Agar foizli oshirish bo'lsa, masalan, foiz, unda 1 million 200 ming so'mning foizi 120 ming so'm bo'ladi va umumiy to'lov 1 million 320 ming so'mga chiqadi. Bu faqat tushuntirish uchun misol. Aniq miqdor rasmiy tartibga qarab belgilanadi. Ikkinchi holat. Samarqandda yashovchi 72 yoshli onaxon nogironligi bo'lgan shaxs sifatida pensiya yoki nafaqa oladi. Uning xarajatlari oddiy pensionernikidan ko'proq bo'lishi mumkin. Doimiy dori, tibbiy ko'rik, harakatlanish vositalari, parvarish uchun xarajatlar. Agar qo'shimcha to'lov ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlarga alohida ko'proq belgilansa, bu onaxon qo'shimcha ustamaga haqli bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda nogironlik guruhi tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati muddati o'tmaganligi va bazada to'g'ri aks etganligi juda muhim. 3-holat. Qashqadaryoda yashovchi yolg'iz pensioner bor. Uning farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda bo'lishi mumkin. Yoki umuman boqadigan yaqinlari yo'q.
Bunday fuqarolar ayrim hollarda alohida ijtimoiy yordam oladi. Agar yangi qo'shimcha to'lov yolg'iz yashovchi pensionerlarga ham qaratilgan bo'lsa, u odam mahalla orqali ijtimoiy holatini tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni shunchaki men yolg'izman deyish yetarli emas. Mahalla, ijtimoiy xodim, yashash manzili, oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar tekshiriladi. 4-holat. Bir pensioner bir vaqtning o'zida ishlayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, 13 yoshli erkak yoshga doir pensiya oladi. Lekin maktabda qorovul yoki tashkilotda maslahatchi bo'lib ishlaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, ishlayotgan pensionerga qo'shimcha berilmaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ba'zi to'lovlar ishlayotgan yoki ishlamayotgandan qat'iy nazar beriladi. Chunki u pensiya to'lovining indeksatsiyasi yoki umumiy ustamasi bo'ladi. Ammo ayrim ijtimoiy yordamlar faqat daromadi past, ishlamaydigan yoki yolg'iz pensionerlarga berilishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ham o'zini ro'yxatdan chiqarib tashlangan deb o'ylamasin, lekin shartlarni aniq tekshirsin. 5-holat. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila bor. Masalan, ona farzandlari nomidan pensiya oladi yoki voyaga yetmagan bola boquvchisini yo'qotganlik nafaqasiga ega. Bunday to'lovlar ham pensiya tizimiga kiradi. Agar ilk avgustdagi qo'shimcha faqat yoshga doir pensionerlarga emas, balki barcha pensiya va nafaqa oluvchilarga tegishli bo'lsa, bu oilalar ham qo'shimcha olish ehtimoliga ega. Ammo agar qarorda pensionerlar deganda faqat yoshga doir pensiya oluvchilar nazarda tutilgan bo'lsa, u holda boshqa toifalar alohida bandlarda ko'rsatiladi. Shuning uchun hujjatdagi atamalarga e'tibor berish kerak. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz har oy muntazam kelayotgan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa va siz qo'shimcha to'lovga kiradigan toifada bo'lsangiz, odatda bunday to'lovlar avtomatik hisoblanadi. Ya'ni har bir pensioner alohida ariza yozish shart bo'lmasligi mumkin. Pensiya jamg'armasi bazasida ma'lumot bo'lsa, hisob-kitob tizim orqali qilinadi. Lekin kimlar albatta tekshirish kerak? Birinchidan, yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar. Ikkinchidan, yashash joyini o'zgartirganlar. Uchinchidan, bank kartasi muddati tugaganlar. To'rtinchidan, nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lganlar. Beshinchidan, pensiya miqdori bo'yicha oldindan nizoli holati borlar. Oltinchidan, pensiyani naqd oladigan va pochtachi orqali oladigan fuqarolar. Chunki ba'zida texnik xatolik, manzil noto'g'riligi yoki hujjatdagi tafovut sabab to'lov kechikishi mumkin. Endi juda ko'p odam e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala. Qo'shimcha to'lov pensiyaning doimiy oshirilishi bo'lishi mumkin yoki bir martalik yordam bo'lishi mumkin. Bu ikki narsa bir xil emas. Agar doimiy ustama bo'lsa, u har oy pensiyaga qo'shilib boradi. Masalan, avgustda ham, sentabrda ham, oktyabrda ham olasiz. Agar bir martalik yordam bo'lsa, faqat bir marta tushadi va keyingi oy qaytarilmaydi. Shuning uchun avgustda qo'shimcha tushdi, sentabrda nega tushmadi degan savolning javobi to'lov turiga bog'liq. Ikkinchi nozik masala qo'shimcha to'lovning sanasi. 1 avgustdan degani har doim ham 1 avgust kuni ertalab kartaga pul tushadi degani emas. Bu hisoblash davri 1 avgustdan boshlanadi degani bo'lishi mumkin. Amalda to'lovlar pensiya beriladigan kunlarga qarab oyning ma'lum sanalarida tushadi. Kimdir 5 avgustda oladi, kimdir 12 avgustda, kimdir 20 avgustda. Shuning uchun birinchi kuni pul tushmasa, vahima qilish kerak emas. Avval o'zingizning odatdagi to'lov sanangizni kuting. Uchinchi nozik masala bank kartasi. Pensionerlarning ko'pchiligi pensiyani plastik karta orqali oladi. Agar kartaning muddati tugagan bo'lsa yoki karta bloklangan bo'lsa, pul hisoblangan bo'lsa ham foydalanishda muammo bo'ladi. Masalan, otaxon bankka bormagan, kartasi iyul oyida tugagan, avgustda esa qo'shimcha pul bilan pensiya tushishi kerak. Tizim pulni hisoblaydi, lekin pensioner yechib ola olmaydi yoki SMS kelmaydi. Bunday holatda ayb qarorda emas, bank kartadagi texnik holatda bo'ladi. 4-nozik masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning aliment, kredit, ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolishlari bo'lishi mumkin. Pensiyadan qancha ushlab qolinishi qonunda belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Agar qo'shimcha to'lov pensiya tarkibiga kiritilsa, ayrim holatda ushlab qolish summasiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin ijtimoiy yordamning ayrim turlari undirilmaydigan to'lov sifatida alohida himoya qilinishi ham mumkin. Bu masalada aniq javob to'lov turiga bog'liq. Shuning uchun ijro hujjati bor pensionerlar pensiya jamg'armasi yoki ijro byurosidan aniqlashtirib olgani ma'qul.
Beshinchi nozik masala bir nechta to'lov bo'lish. Ba'zi fuqarolar pensiya bilan birga boshqa ijtimoiy nafaqa yoki kompensatsiya oladi. Masalan, nogironlik bo'yicha ustama, parvarish puli, kommunal kompensatsiya yoki mahalla orqali yordam. Yangi qo'shimcha to'lov ularning hammasiga alohida qo'shiladimi yoki umumiy pensiya summasiga qo'shiladimi? Bu tartibda aniq yoziladi. Odamlar ko'pincha barcha to'lovlarni qo'shib hisoblab, menga yana shuncha tush kerak edi deb o'ylaydi. Aslida esa to'lovlar turiga qarab ajratiladi. 6-nozik masala mening qo'shnim oldi, men olmadim degan holat. Bu eng ko'p uchraydigan vaziyat. Ikki pensioner bir mahallada yashaydi, lekin biri qo'shimcha oladi, ikkinchisi olmaydi. Nega? Sabablar ko'p bo'lishi mumkin. Birining nogironlik guruhi bor, ikkinchisida yo'q. Birining pensiya turi boshqa, birining hujjati to'liq, birida bank muammosi bor, birining to'lovi bir martalik yordamga kirgan, ikkinchisining daromad holati mos kelmagan. Shuning uchun qo'shniga qarab xulosa qilmang, o'z holatingizni tekshiring. 7-nozik masala firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Qo'shimcha to'lovlar haqida xabar chiqqan paytda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib sizga qo'shimcha pul tushishi uchun karta raqamingizni, SMS kodni, pasport ma'lumotini yuboring deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman, hech kimga SMS kod bermang. Bank karta paroli, tasdiqlash kodi, mobil ilova kodi hech qachon begona odamga aytilmaydi. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu firibgarlik belgisi. Endi eng kerakli qism, siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni bilish juda muhim. Agar qo'lingizda pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat bo'lsa, qarang. Agar bilmasangiz, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumot oling. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? Bank ilovasiga kirib bo'lyaptimi? Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, yaqinlari yordam bersin, lekin kod va parollarni himoya qilsin. Bankka borilganda pasport yoki ID karta olib boriladi. Karta muddati tugagan bo'lsa, yangisini olish kerak. 3-qadam, shaxsiy ma'lumotlarni to'g'rilang. Pasport almashtirilgan bo'lsa, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana. Yashash manzili, telefon raqami bazalarda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ba'zida odam boshqa tumanga ko'chib ketadi, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil qoladi. Natijada bildirishnoma, chaqiruv yoki aniqlashtirish jarayonida muammo chiqadi. 4-qadam, agar siz alohida toifaga kirsangiz, tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Masalan, nogironlik guruhi bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari. Yolg'iz pensioner bo'lsangiz, mahalladan ma'lumot. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, tegishli guvohnomalar. Vasiylik yoki ishonchnoma orqali pul olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati. Hujjat muddati o'tgan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. 5-qadam, rasmiy manbalardan tekshiring. Eng to'g'ri yo'l tuman pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi, rasmiy telefon raqamlari, rasmiy saytlar va mahalla ijtimoiy xodimlari orqali aniqlashtirish. Agar sizga internetda biror xabar kelsa, unda manba bormi, qaror raqami bormi, sana bormi, qaysi organ tomonidan qabul qilingani yozilganmi, shuni tekshiring. 6-qadam, agar pul tushmasa, darhol janjal qilish emas, avval sababni aniqlash kerak. Men tavsiya qiladigan tartib shunday: avval odatdagi pensiya tushadigan sanani kuting. Keyin bankdan hisob varaq holatini tekshiring. Bankda pul tushmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatda 2 avgustdan belgilangan qo'shimcha to'lov bo'yicha menga hisob-kitob qilingan, qilinmaganini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozing. Arizada ism, familiya, pasport yoki ID ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami va pensiya turi ko'rsatiladi. 7-qadam, yozma javob talab qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizga tegmaydi deyishsa, nima sababdan tegmasligini yozma yoki rasmiy javob orqali tushuntirib berishlarini so'rang. Chunki yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish yoki xatoni tuzatish oson bo'ladi. 8-qadam, yaqinlaringizga tushuntiring. Ko'p pensionerlar internetdan foydalana olmaydi, bank ilovasini ishlata olmaydi, rasmiy xabarlarni o'qimaydi. Farzandlar, nevaralar, qarindoshlar ularga yordam berishi kerak. Lekin yordam berishda ham ehtiyotkorlik zarur.
pensionerning kartasidan ruxsatsiz pul yechish, kodlarini olib qo'yish, men tekshiraman deb pulni ishlatish mutlaqo noto'g'ri va javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Keling, amaliy misol qilamiz. Andijonda yashovchi 7000 yoshli onaxon pensiyani karta orqali oladi. Avgust oyida qo'shimcha to'lov bo'lishini eshitdi. U nima qiladi? Birinchi navbatda odatdagi pensiya tushadigan sanasini kutadi, SMS kelmasa. Bankomat yoki bank orqali hisobini tekshiradi. Agar asosiy pensiya tushib, qo'shimcha tushmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga telefon qiladi yoki yaqinlari bilan boradi. U yerda men qaysi toifaga kiraman, menga qo'shimcha hisoblanganmi deb so'raydi. Agar hujjatda muammo bo'lsa, masalan, kartasi eski ma'lumotga bog'langan bo'lsa, uni tuzatadi. Mana shu tartib to'g'ri. Yana bir misol. Buxoroda yashovchi pensioner otaxon naqd pul oladi. Uning pensiyasini pochtachi olib keladi. U qo'shnisidan menga qo'shimcha tushdi degan gapni eshitdi. Otaxon nima qilishi kerak? Pochtachidan umumiy summa bo'yicha kvitansiya yoki to'lov hujjatini ko'rishni so'rashi kerak. Agar tushunmasa, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan yordam so'rashi mumkin. Naqd puldan hisob-kitob rasmiy bo'ladi. Shuning uchun qo'shimcha yo'q ekan degan og'zaki gapga darhol ishonmaslik kerak. Hujjat asosida tekshiriladi. Yana bir muhim maslahat. Agar pensioner kasal, yotib qolgan yoki harakatlana olmaydigan bo'lsa, yaqinlari ishonchnoma masalasini tartibga solsin. Chunki ba'zan to'lov bor, lekin odam bankka bora olmaydi, karta almashtira olmaydi, hujjat topshira olmaydi. Bunday holatda notarial ishonchnoma yoki qonunda belgilangan boshqa tartiblar orqali vakil harakat qilishi mumkin. Mahalla va ijtimoiy xizmatlar ham yordam berishi kerak. Men yana alohida ogohlantirib o'taman. Qo'shimcha to'lov olish uchun ro'yxatdan o'ting. Mana bu havolaga kiring. Kartangizga pul tushirish uchun kod yuboring. Davlatdan yordam chiqdi, komissiya to'lang degan xabarlarga ishonmang. Davlat to'lovlar uchun pensionerdan oldindan komissiya so'ralmaydi. Sizga tegishli pulni olish uchun begona odamga pul berish kerak emas. Agar hujjat rasmiy idorada topshirilsa, kvitansiya, ariza raqami, qabul qilgan xodim ma'lumoti bo'ladi. Shuningdek, ayrim bloglar yoki kanallar aniq manbasiz hamma pensionerga falon million so'm beriladi deb yozishi mumkin. Bunday xabarlar odamlarni umidvor qiladi, keyin tushunmovchilik kelib chiqadi. Men sizlarga maslahat beraman. Qaror matnida kimlar ko'rsatilganini, miqdor qanday belgilanganini va to'lov tartibi qanday ekanini tekshirmasdan turib xulosa qilmang. Demak, avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar masalasida eng muhim narsa shuki, bu o'zgarish pensionerlar daromadini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan, lekin kimga, qancha va qanday tartibda berilishi rasmiy shartlarga bog'liq. Pensiya turi, hujjatlar, bank kartasi, yashash manzili, alohida ijtimoiy toifa va to'lovning doimiymi yoki bir martalikmi ekanini albatta aniqlash kerak. Men sizlarga tavsiya qilaman. Hoziroq ota-onangiz yoki yaqin pensionerlaringizning bank kartasi muddati, hujjatlar va pensiya turi to'g'ri ekanini tekshirib qo'ying. Agar qo'shimcha tushmasa, avval bankdan, keyin pensiya jamg'armasidan rasmiy aniqlashtiring. Hech kimga SMS kod bermang. Shubhali havolalarga kirmang. Faqat rasmiy manbalarga tayaning. Sizning fikringiz men uchun muhim. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qanday xabarlar bor? Siz yoki yaqinlaringiz avgust oyida qo'shimcha oldingizmi? Qanday muammoga duch keldingiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir pulini. Vaqtini va asabini saqlab qolishi mumkin.